Assalomu alaykum, omonmisizlar. Yaqinda men Turkiyada eshitgan eng go'zal voqealardan birini aytib bermoqchiman. Hozir Elmurod akam bilan o'tiribmiz. Jizzax milliy taomlari ochilgandi. Ziyorat qilib, hormat ketyapman. Biror yangi joy ochilsa, doim kirib, qo'llab-quvvatlab ketishga harakat qilaman. Akamiz bir gapimizni eslatib turdi. Biz baxmatliklar oldin yig'ilib turardik. Shunda aytdingiz, bozorga, unga bunga biror narsa xarid qilgani borsangiz, odam g'ovjum bo'lib turgan joyga emas, hech kim e'tibor qilmay turgan, savdosi bo'lmay turgan odamlardan olingizlar deb aytdingiz. Qo'llab-quvvatlash bo'ladi deb. O'shani doim amal qilaman deganiga bir voqea aytib bermoqchiman sizga. Xo'p, Aziz Mahmud Xudoyi Hazratni qabrlari bor. Uskudarda shu yerda jumaga chiqdim. Imom bir go'zal hikoyani aytdi. Uni ko'pchilik eshitgan, o'qigan. Yaqinda bir videoyim chiqdi. Sulton Mehmet Fatih juda tarqaldi. Ya'ni qozi o'tkazib qo'yib, siz to'g'ri podshoh bo'lsangiz ham, lekin mahkamada oddiy bir bandasiz deb turib, o'shani to'lig'ini aytib bermoqchiman. Chunki qozining orqasida ikkita odam bor edi. Bu yerda ko'rinmagan. Sulton Mehmet Fatih, Muhammad Fatih Konstantinopolni egallab, ya'ni undan keyin Istanbul bo'lgan. Istanbul degan nom ham o'zi asli Islombol degan nomdan olingan. Islombol deb qo'yilgan, keyin assimilyatsiya deydimi, Istanbul bo'lib ketgan. Egallab bo'lgandan keyin Vizantiya imperiyasi qurildi. Vizantiyadagi Bizans deydi o'sha paytda. Hamma qamoqxonadagilarga omonlik, ozodlik deydi. Hamma chiqadi, ikkita rohib chiqmaydi, xristian. Unisiga borsa ham chiqmaydi. Nimaga chiqmaysizlar desa, biz bu xalqqa rosa aytuvdik. Gunoh qilmanglar, osiy bo'lmanglar, Xudoga bandalik qilinglar, birovning haqqini yemanglar, tarozini urmanglar deb rosa aytuvdik. Lekin biror gapimizga quloq solmadi. Rosa ogohlantirdik. Sizlarni ketkizib o'rnlaringga boshqa bir xalq olib keladi keyin. Lekin hech bizga quloq solmadi. Bu yoqqa kelib oling. Dizaynlar rosa zo'r qo'shib Alloh aylasin. Barakat. Biz avval akademiyamiz bo'lardi, shu qo'shni ustida sherdik. Xullas, nimaga aytadiki, bizga zindon yaxshi ekan deydi. Nima qilamiz? Bizga itoatsizlik qilgan, bizga gapimiz olmagan, bizni hurmat qilmagan, olimlari qadr yetmagan xalqni oldiga yana chiqib deydi. Keyin aytadi, meni xalqim haqida nima deysizlar? Mehmet o'zi aytadi. O'zi kirib bo'lgan bo'ladi haliga chiqsin deb turib, adolat qaring. Keyin aytadi, biz seni bilmasak deydi. Xalqing bilan yashab ko'rganimiz yo'q. Onda chiqinglar, bir ko'ringlar deydi. Xo'p deb chiqadi ikkalasi. Chiqib nima qilamiz desa, bozorga boramiz deydi. Bozorga boramiz. Qani bu savdogarlar qanday ekan bu xalq? Borib bitta do'konga kiradi-da, menga 2 kilo asal, 2 kilo yong'oq, 2 kilo yana bir qandmi ekan, bodomni ber deydi. Hali kishi 2 kilo yong'oqni chiroyli qilib beradi-da. Endi asal so desa, yo asal mana qo'shninniki zo'r. O'sha qo'shninnikini oling deydi. Juda shirin, toza asal deydi. Narxi bir xil deydi. Seni olavermayman, yo'q, uniki zo'rda deydi. Sizga yaxshi ilyapman deydi. Xo'p deb chiqib, haligindan 2 kilo asal, 2 kilo bodom so'rasa, 2 kilo asal so'radi-da. Endi bodom so desa, yo'q, mana qo'shni do'kondan oling, uni bodom yaxshi deydi. Keyin unga chiqib 2 kilo bodom oladi-da, chiqib aytadi, ha, savdogarlari bir-birini o'ylaydigan, haligi faqat menga bo'lsin demaydigan, qarab pochim bo'lmabdi, savdo bo'lmabdi, o'niki yursin deb turib, bo'lmasa hammasiga bir xil ko'rib turib, juda bir ajoyib ekan deydi. Endi nima qilamiz desam, endi qozixonasiga boramiz. Qani adolat qanday ekan qozilarni? Qoziga borishadi. Qoziga borsam aytadi, qoziga Sulton Mehmet aytdi, ko'rib tekshirishlari mumkin men bor deb. Sizlar seni hukming ko'rmoqchimiz deb. Xo'p. Keyin orqada turib turadi bu ikkalasi. Ikkita odam talashib keladi. Taslim qo'ldi ko'za. Shu bir-biri bilan talashib kelyapti. Ana bunday sharmanda bo'ldi. Musulmonlar bir-birining go'shtini yeydi ekan pul uchun deb turib, bu xursand bo'lib turadi ikkalasi. Keladi-da, qozi nima bo'ldi? Nima masala desa, biri aytadiki, men dedim, mana odamdan yer sotib oldim deydi. Xo'p. Keyin yerini bunday ko'ylab tursam, ketmonni taq etdi, ochsam ko'zani ichida bir xum tilla bor ekan dedi. Xo'p, men endi bu uni mulki deb turib olib borib berib ol buni desam,
meniki emas deb turib qaytarib beryapti deydi. Nimaga desa, men senga yerni sotganman, yerdagi hamma narsa senga. Men aytyapman, men yerni ustun olganman deydi. Ustun olganman. Ya'ni bu aytadi, men senga yerni usti bilan qo'shib berganman deydi. Nima chiqsa seniki bo'ladi, meni boshim qotirmaydi. Keyin aytadi qoziga, agar bu ichida shu bir xil tillasi borligini bilganda menga unaqa arzon sotmasdi, qimmat sotardi. Shuning uchun meni boshimga balo qilmanglar. Menga birovda haqqi kerak emas, u olsin bu deydi. Bu aytadi, bu olsin deydi. Ular ikkovi janjal qilyapti. Bu og'iz ochib qo'ygan ikkalasini. Pulga talashadi deb o'ylaganda. Keyin qozi aytadi, bolalaring bormi deydi. Ha, meni bir 18 yoshar o'g'lim bor. Meni bir 17 yoshar qizim bor. Turmush qurmaganmi deydi. Yo'q deydi. Meni gapim hukm yo fatvo o'rnida emas, tavsiya beraman. Bir yoshlar ko'rishtiringlar dedi. Agar yulduzga to'g'ri kelsam, to'y qilinglar dedi. Va yosh oilaga mana shu bir xillarni to'yana beringlar dedi. Maşallah. Ikkalasi ham xursand bo'lib ketishadi. O'shandan keyin ular rosa og'zini ochib turganda o'sha birdan eshikdan Sulton Muhammad Fatih kirib keladi. Bir xristian me'mor bo'ladi. O'sha me'mor bilan o'rtada masalasi bo'ladi. Keyin kimdir Facebookda, Instagramda ham rosa tarqadi, videolarni ko'rgan bo'lsa kerak. Minorani kesgan bo'ladi, sen meni so'zimni kessing deb turib qo'lini kesib tashlaydi. Keyin haligi bu arz qiladi qoziga, shu kirib kelgan bo'ladi. Kirib kelganda shu Sulton Muhammad Fatih, Sulton Murod to'g'ri bo'ladimi? Adashmasam shu yezi shekilli. Xullas, haligi falonchining o'g'li Muhammad o'tir deydi. Qozi kichkina bir haligi tumanda yo shahar qozi. Keyin aytadi, da'vo nima shunaqa. Aytadi, to'g'ri siz Payg'ambarimiz alayhissalom maqtagan zotsiz, shu hadis sharif bilan Konstantinni egallagan qo'shin qanday yaxshi qo'shin degan mazmunda, uni egallagan lashkarbosh qanday yaxshi lashkarbosh. Shunga intilib juda ko'p odamlar Istanbulga intilgan. Amir Temur bobomiz ham borganlar. Borib turib shu jang qilaman deb niyat qilib turganlarida Gruziyada qo'zg'olib qoladi, qaytib keladi. Xo'p, masala siz to'g'ri shu katta bir davlat podshosi bo'lishingiz mumkin, lekin mahkamada oddiy bir siz ham fuqarosiz, Xudoning bandasiz. Xudoning adolati oldida sizni banda deb chaqiraman. Xullas kalom, buni hukmiga sizni qo'lingiz chopadi dedi. Adolat tengma-teng bo'ladi dedi. Qo'lingiz qo'ying dedi. Haligi qilich bersa, ana qilsa shoshib qoladi. Qo'li qaltirab qo'yadi. Yo'q dedi. Men qanaqa chopaman? Uzr so'rab, o'zi bechora hijolat bo'lgandan buni adolatdan ozgina nima tovon puli bilan keyin rozi bo'lib o'zi chiqib ketadi. Shunda aytadi-da, qoziga qarab, agar deydi orqada katta gurji turgan bo'ladi, meni deydi podshohim yoki haligim debdi o'rningizdan turib rosa ehtirom ko'rsatib meni foydamga hal qilib beradigan bo'lganingizda falonchi o'g'li falonchi deb turib shu hammani qabul qilganingizdek qabul qilmaganingizda buni gurji bilan kallangizga bir solardim deydi. Ya'ni shu bilan teshib qo'yardim desam, keyin aytadi, o'zim agar podshohligingizni o'tkazib bosim qilib bu mazlumni haqqini olib berishimga yo'l qo'ymaydigan bo'lsangiz, deydi, bunday ochib turib mana shu xanjar bilan sizni yuragingizga sanchib qo'yardim deb aytadi. Juda bir mashhur bo'libdi, haligi kino ishlashgan ekan. Ular shunaqa gaplar. Boyagi masala, boya siz aytgan narsa, mana siz yangi joy ochibsiz. Yoningizdan kimdir restoran ochgan taqdirda ham uni hech raqobatchi sifatida ko'rmasdan, bir do'stlik ko'rib, biz mana shu yerda bir o'quv markaz ochgandik. Bir samarqandlik bir ustozi opa bor edi. Shu kishi nima yonma-yon qo'shni bo'lganmiz. Biz endi o'quv markaz sohasida yangimiz. Ustoz bizga yo'l yo'riq ko'rsatasiz. Bizda guruh to'lmagan bo'lsa, ochilmagan bo'lsa, bolalar kelsa sizga jo'nataylik. Sizga kelsa bizga jo'natib shunaqa bor keldi qilaylik deb turib juda ko'p narsa o'rganganmiz. Ya'ni Hazrat Navoiy aytadi, dunyo ahli bilingiz kim ish emas dushmanlik, erur yorliq ish deydi. Ashyo gaplar. Mari bo'lsin. Ilmingiz juda ziyoda bo'lsin, shu o'rnida ko'p bo'lsin. Bir xursand bo'ldim, rahmat. Bir aylantirib ko'rsatib qo'y. Men Jizzax Somsani rosa yaxshi ko'raman o'zim. Unaqa
Sovsam pishiradigan joylar ochilsa, dalolat qo'ydim keladi. Chunki talabalik paytimiz juda kam edi. Bir ikkita joyda bor edi, borgan bo'lsak ham rosa xafa o'chib ketganmiz. Chunki tavba qilib ba'zi restoranlarda xudo bandalari haqidan qo'rqish kerak. Ba'zi restoranlarda haligi ichmagan, yemagan narsangizni qo'shib yuboradigan odatlari bor ekan. Bizni ichdi deb o'yladimi? Ya'ni alkashlar uncha farqiga bormaydi ekanda, biz talabamiz u paytda 2011-yilda gap, 13-yilda gapim. 4 ta odam o'tirganmiz, 13 ta sok yozganda tasavvurlayapsiz. 4 ta 13 ta qanday chatdik? Haligi 1 kilo go'sht yeb qo'ydi deydi, hali 3 kilo go'shtni mushuk yeb qo'ydi deydi. Mushuk yegan bo'lsa go'sht qani, go'sht bu bo'lsa mushuk qani deydi. Zo'r bo'pti, mana Alloh xayr qilsin. Hozir remont ish ketyapti, tashqarini yopamiz. Inshaalloh chiroyli yopib oling. Muborak bo'lsin. Inshaalloh yaqinlari hammasini dalolat qilib olib kelaveramiz endi. Salomat bo'linglar. Boyagi voqeani aytib berishda mabodo xatolikka yo'l qo'ygan bo'lsak, izohda ilmi bor odamlar to'g'rilab qo'ysa, xursand bo'lamiz. Zo'r bo'pti. Bir 20 ga yaqin odam ishlayapti deb aytdingiz, men rosa xursand bo'laman. Chunki bitta odamni bo'lsa ham ro'zg'orni haloldan tebratishga yordam bersangiz, bu katta ne'mat-da. Va taqsirda ham ko'rsatib qo'ying mana. Ya, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, omonmisiz, charchamayapsiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bizlarni kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Videongizni rosa ko'rib turdim hozir. Tanishganingizni aytib berishdi. O'zingiz yaxshi Shokonlarimiz bir yarashdi, hamma rahmat. Bizga Men Elmurod akamga do'ppi qarzman. bo'ldi. Tanishlarimizga aytdik, hali yetkazib berishmagan ekan. Endi inshaalloh shuni kontrolga olamizdan. Sizlarni hammasi kesib qo'yamiz. Orqasi mana shunaqa. Jizzax milliy taomlari bir rahmat olsin. Alloh xayr qilsin. Sog' bo'ling. Baraka toping. Tanishganimga xursandman. O, rahmat hammaga. Kelaverasizlar endi.